O'zbekistonda 30 ming dollarga qanaqa kompyuter yig'ish mumkin deb o'ylaysiz? Protsessorimiz AMD Ryzen 331 Pro 7975WX 32 yadroli, customli водяное охлаждение. Operativ xotiramiz 384 GB Samsung YTC DDR5 va bu keysimizni ichiga doimiy xotira 16 terabaytli SSD NVMe ga qo'yganmiz. Agar shunaqa kompyuter olishni niyat qilgan bo'lsangiz, sizlardan bitta like. Bu keysimizning ichida ikkita video karta turibdi. Birinchi video kartamiz RTX 4090 24 GB Founders Edition va uni suvlik sovutish tizimiga o'tkazganmiz. Ikkinchi video kartamiz bo'lsa naqd 48 GB RTX 6000. Uni ham suvlik sovutish tizimiga o'tkazganmiz. Shu videoni mani kompyuterim eng moshnisi deb yurgan o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yasizlar.